Do'stingizga hazil qilaman deb unga 100 millionlab to'lashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ishonmaysiz, ha? Videoni oxirigacha tomosha qiling hamda hoziroq ushbu videoni hazil qiladigan do'stlarga yuborib qo'ying. Ogoh bo'laverishsin. Birinchidan, o'rtog'ingizga hazil qilaman deb so'kib qo'yadigan bo'lsangiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga asosan 16 million so'mdan ortiqroq jarimaga tortilishingiz mumkin. Ikkinchidan, mabodo o'sha haqoratli gaplarni ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, Instagram, Telegram shunga o'xshagan tarmoqlarda joylashtirish orqali sodir qiladigan bo'lsangiz, bu Jinoyat kodeksining 140-moddasiga asosan 400 ming markagacha jarima bilan jazolanishi mumkin. O'sha haqoratga o'z yo'liga, lekin mabodo hazil bilan tuhmat qilib qo'yadigan bo'lsangiz, uning uchun ham alohida javobgarlik belgilangan do'stlar. Mana shular bo'yicha tegishli javobgarlikka tortilgandan so'ng ma'naviy zararni undirish uchun fuqarolik sudiga murojaat qiladigan bo'lsa, o'zi xohlagan summadagi, masalan, 10 million yoki 100 million so'mgacha ma'naviy zarar talab qilishi mumkin. Ma'naviy zararning miqdori holatdan kelib chiqib, albatta sud tomonidan belgilanadi. Video yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni barcha tanishlarga yuborib qo'ying.